Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan o'sha Telegram kanali va guruhlarini globalni ko'tarishni ko'rib o'tamiz. Telegramga kiramiz va bu yerda sen SMS deb qidiramiz. Ko'rib turganingizdek, aynan shu bot bizga qarashli. Bu yerda xizmatlar ustiga bosamiz va Telegram tanlaymiz. O'sha premium obunachi tezkor xizmatning ustiga bosib, o'zimizga kerakli xizmatni tanlaymiz. Bu yerda hozircha bizda 15 kunlik, 30 kunlik, 60 kunlik va 90 kunlik mavjud. Biz hozircha 30 kunlikdan foydalanib turamiz. Bu yerda buyurtma berishni ustiga bosib, o'zimizga kerakli sonni kiritamiz. Bizning balansimizga 240 taga yetadigan mablag' bor ekan. Xo'p, bu yerda havola so'ralyapti. Bizda o'sha guruh havolasi olamiz va bu yerda joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, tavsif bilan tanishib, yuborish tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda 1-2 daqiqa kutamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bizda o'sha premium a'zolar kelishni boshladi. Albatta, bular premiumga ega a'zolar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, izoh qoldirib, like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz.